Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz shoir, hofiz, siyosiy qo'shiqchi, jurnalist, bastakor, siyosat va jamoat arbobi Dadaxon Hasan haqida bo'ladi. Dadaxon Hasan Shokir Hasan o'g'li 1941-yilda O'zbekistonning Farg'ona viloyati, o'sha vaqtdagi Oltiariq tumaniga qarashli Yangi Arab qishlog'ida tug'ilgan. Paxtazor bilan maktab o'rtasida qatnab, o'rta maktabni tugatdi. 1961-1966 yillarda Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida tahsil oldi. Dadaxon Hasan universitetning birinchi kursida o'qishni boshlagan chog'laridayoq fakultet qoshidagi Hamzachilar deb nomlangan madaniy ma'rifiy uyushmaning tashkilotchilaridan biri edi. Ammo uyushma zaminida milliy ozodlik uchun kurash g'oyasi borligini sezib qolgan Sovet KGB idorasi 6 oylik uyushmani tezda tarqatib yubordi. Dadaxon Hasanni esa o'shanda rus qiyofasidagi noma'lum shaxslar tunda yashab turgan ijara uyidan olib ketishib, uning peshonasiga to'pponcha qadashdi. 3 kecha kunduz qorong'u uyda qo'l oyog'i, ko'zi bog'liq holda saqlashdi va 4-kuni yarim tunda uni ijara uyiga eltib tashladilar. Ular Dadaxon Hasanni kaltaklashib, unga Hamzachilar uyushmasiga qatnashmasligi uchun qattiq ogohlantiruv berishgan edi. 1970-yili Vladimir Leninning tug'ilgan kuniga 100 yil to'lishi munosabati bilan Toshkent shahridagi Sverdlov konsert zalida uyushtirilgan Leninni sharaflaymiz degan adabiy musiqiy kechada bu yerga yig'ilgan tomoshabinlar Leninni sharaflashiga sirayam imkon berishmagani, faqat Dadaxon Hasan qo'shiq aytsin deb yer tepib, qarsak chalib, g'alayon qilishlari oqibatda akademik, yozuvchi, olim va shoirlarni Lenin haqida biron og'iz so'z ham gapira olmay, mulzam bo'lib sahnadan tushib ketganliklari O'zbekiston hukumatini Dadaxon Hasanga bo'lgan munosabatini keskin yomonlashuviga sabab bo'ldi. Nihoyat, oradan biron hafta o'tmasdan Sovet O'zbekistoni gazetasida Dadaxon Hasanga qarshi tanqidiy feliton bosilib chiqdi. Felitonni Sovet shoiri O'tkir Rashid yozgan edi. O'shandan buyon hukumat nazoratida bo'lgan shoir va hofiz Dadaxon Hasan 1973-yili milliy, ma'naviy va diniy qo'shiqlar aytgani, xususan Ahmad Yassaviy, Maxtumquli, So'fi Ollayor, Huvaydo, Cho'lpon, Samat Vurg'un hamda Rauf Parfi, Abdulla Oripov, hattoki Erkin Vohidov she'rlarini qo'shiq qilib kuylagani uchun yil davomida Toshkent shahri Sobir Rahimov tumani prokuraturasida so'roq berdi. Dadaxon Hasanni o'shanda prokuror Aziz Mamadaliyev rahbarligida tergovchi Husan Mamadaliyev tergov qilgan edi, lekin qamalmadi. Bundan keyin Dadaxon Hasanga ta'qib va taqiq yanada kuchaytirildi. 1976-yilning qishida esa o'z qo'shig'iga Ona Vatan, Turkiston va buyuk bobomiz Amir Temur nomini qo'shib aytganligi uchun 15 kecha kunduz muddatga qamaldi. O'shanda Lenin rayoni ichki ishlar bo'limi qoshidagi qamoqxonasida yotgan Dadaxon Hasanni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i general Islom Sattorov o'z huzuriga chaqirtirib, "Tuppa-tuzuk yigit ekansiz-u, nega Amir Temur, Turkiston deb qo'shiq aytasiz? Amir Temur, Turkiston qayoqda-yu, siz-u biz qayoqda? O'zingizni o'sha Laylo, ko'zlaring, tugmacha, lablaring kabi ishqiy qo'shiqlaringizni aytib yuravering. Amir Temur, Turkiston deb yana biron joyda qo'shiq aytsangiz, sizni uzoq muddatga men o'zim qamatib yuboraman", deb Dadaxon Hasanga jarima to'lattirib, uni qamoqdan ozod etgan edi. Biroq Dadaxon Hasan o'shandan keyin ham yanada ilhom bilan Rossiya bosqinchilariga qarshi janglar qilgan Turkistonning buyuk farzandlari Dukchi Eshon, Qurbonjon Dodxo, Po'latxon, Madaminbek, Shermatbek, Omon Polvon, Ergashbek va boshqa milliy mujohidlar haqida qo'shiqlar yaratdi. Dadaxon Hasan 1988-yil 11-noyabrda yurtning bir guruh munavvarlari bilan Birlik xalq harakatini o'z uyida tuzdi. 1989-yil mart oyidan boshlab esa O'zbekistondagi barcha maxsus idoralarga uning qo'shiqlarini taqiqlovchi buyruq berildi.
Shunday bo'lsa-da, Dadaxon Hasan 1990-yil Yosh Leninchi gazetasining umumxalq so'roviga binoan O'zbekistonning 1989-yildagi eng mashhur kishisi bo'lib tan olindi. Millatchilikni qo'zg'atuvchi anti-sovet qo'shiqlar aytganligi va el orasida sovetlarga qarshi tashviqot ishlarini avj oldirgani, ayniqsa Ona Turkiston, qo'zg'aling, Gorbachov, sizga nidolarim bor, bosib olingan bu yurt, shuningdek ko'zingni och o'zbegim va boshqa isyonkor qo'shiqlar kuylagani uchun 1989-yil oxirlarida Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan Dadaxon Hasanga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Mahkama boshlandi. O'shanda Dadaxon Hasanga qarshi ochilgan jinoiy ishni Farg'ona viloyati prokuraturasining tergovchisi Hamid Ne'matov olib borgan edi. Ammo qayta qurish, oshkoralik, demokratiya jarayonlarining sharofati tufayli va ayniqsa el yurt himoyasida bo'lgan Dadaxon Hasan bu safar ham qamoqqa tortilmadi. Dadaxon Hasanni qamoq jazosiga tortmaganligi uchun viloyat bosh prokurori Abdulla Otajonov ishdan olindi. 1990-yilda Turkiston Islom demokratik partiyasi Dadaxon Hasan boshchiligida tuzildi. O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga erishgan dastlabki kunlarda esa mustaqillikni mustahkamlash, uni asrab-avaylash, yosh avlodni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun harakat qiluvchi Vatan milliy istiqlol jabhasini tuzgan ham Dadaxon Hasan edi. Bu sa'y-harakat ham yuqoridagilarga yoqmadi. Natijada ravnaq topmay tugatildi. Dadaxon Hasan 1992-yil Xalqaro Ahmad Yassaviy mukofotiga sazovor bo'ldi. O'zbekistonning bugungi milliy mustaqilligi uchun kurashning oldingi safida bo'lgan Dadaxon Hasan Sovet davrida tazyiq, ta'qiblar ichida bo'lsa-da, g'oyatda mashaqqatlar chekib, bor yo'g'i 4 tagina she'riy to'plam chiqara olgan edi. Bular 1969-yilda chiqqan Shaydo ko'nglim, 1980-yilda chiqqan Shohimardon soylari, 1984-yilda nashrdan chiqqan Chamanimdan ayirma hamda 1990-yillarda chop etilgan Bahor kelur bog'larga she'riy to'plamlari edi. 1970-yillardan boshlab Dadaxon Hasan ona vatan, Turkiston, Amir Temur haqida, Orol ko'li va uning fojiasi haqida, o'zbek xotin-qizlarining og'ir mehnat va mashaqqati, ketmonchi va o'ziga o't qo'yayotgan ayollar xususida, Rossiya tuproqlarida harbiy xizmat paytida o'ldirilgan o'zbek askarlari haqida, paxta yakka hokimligiga qarshi, paxta kolonial quldorlik ekanligi haqida, 1920-1950-yillarda Stalin zulmidan qatag'on qilinganlar haqida, Turk dunyosining milliy birligi haqida, Turkistonning asl farzandlari Vali Qayumxon, Anvar Poshsho, Mustafa Cho'qay, Usmon Xo'ja, Fayzulla Xo'ja, Boymirza Hayit va boshqa milliy mujohid qahramonlarimiz haqida, Afg'on urushi va uning qurbonlari haqida, adolatsizlik, zulm, istibdod xususida jiddiy qo'shiqlar aytgan. Dadaxon Hasanni 1990-yili Turkiyadagi Turk dunyosi tadqiqotlar vaqfi Turkiston bulbuli deb atagan. O'zbekning inqilobchi shoir va hofizi Dadaxon Hasan o'z ona yurtida bir navi kun kechirmoqda, umr o'tkazmoqda. 2017-yil iyul oyida O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumati tomonidan oqlanib, qora ro'yxatdan chiqarildi.